İgilirken almışam Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Keltelik bilen adem çırayı Assalamualaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar? Tinchlikmi? Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Bugün şu ciddi bölümdeki işler ve Xitoyning rezilligi to'g'risida qisqacha to'xtalay deb o'yladim. Oldin qatim degandim şu ciddi bölüm to'g'risida arlab so'zlab beray deb. Hem öyle bilimiz ciddi bilim şu ismidilam çıkıp durduğuna ait ciddicilik hem de köpünce öyle doktorlar diyen maaşını yukarıya çok şunlar işleş gerek dedi Allah'ım ba. Ama doktorlar özümüz ne bilişimiz sahip oldu. Şunlaşkan şu miniki yeni hizmet çıkıp şu ciddi bölüm işkil işledim. Şu cereyanlarını şu qisqa qilib berqatimda arlab so'zlab beray deb o'yladim. Shu 1995 yil 9-oyda shu ishkin doktorxonaning jiddiy bo'lim tashqi kasalliklar bo'limiga taqsim qilindim. Sizlar anlagan bo'lishinglar mumkin, yangi xizmatga chiqqanlar doktorlar bo'libmi? Bir yıl bazı doktorxonalar o'qishmaydi, bazı doktorxonalar 3 yıl hamma bölümde aylanadi. Xitoychilar randab qo'ydi. Anlagan bo'lishinglar mumkin. Ammo shu vaqtda meni dastlabda jiddiy bölüm bo'lgan. Jiddiy bölüm bo'lgandan keyin cho'qim boshqa bölümlarga borman deb o'yladim-da, shu vaqtdagi Xitoyning siyosati bir yil bizni boshqa bölümlarning aylanishlar degan. Ama 3 ay o'tgandan keyin ciddi yig'in açtı. Ciddi yig'in etib, shu yangi xizmat tushganlar darhol yig'ilinglar deb. Shuni bilan ciddi yig'in nimda desanglar, aniq dedi shu vaqtda. Bizning milliylar ko'p de, shunda bo'lsa amal yo'q sizlarni oldik, yuqorining besim bo'yicha. Shunlashqa biz siyosatni o'zgartib, shu qaysi bölümde hozir ishlayotgan bo'lsanglar, şu bölümge muqim qildik, sizlarni yetkash başka aylanish, başka bölümden aylanish işi amaldan qoldi dedi. Shuni bilan shu paytda men şu ciddi bölüm tashqi kasalliklar bölümünde ishlab qoldim. Yana birisi andan keyin şu ishlagan jarayonda asli qoida bo'yicha Balnista bir yıl çaynaqqandan keyin oldingi ambulatoriyaga kechis ishlaydigan ambulatoriyaga chiqardim. Ammo men xizmat kutsam, mening oldimda shig'izni bittagan bir kapir ekan to'q. Mendim 3 ay burun xizmat kutsgan. Uni chiqamay, shu bir yilmi to'shmagan vaqtida 6 ay bo'lgan vaqtda deyman, men Balnista vaqtimda. 6 ay bo'lgan vaqtida Mehmetcan sen oldiga chiqsan deb shunaqa dedi. Degandan keyin oy mendan burun kelgan abog'u desam, sen chiqsa bu buyruq dedi. Shuning bilan bo'pti deb chiqdim. O ciddi bölümdeki ciddiyligini so'zlab kelsam, haqiqatan ham u vaqtdagi sharoitlar nihoyatda nachar. Shu 95-yillar ishkin doktorxona ko'ygallab o'ylay olaydi. Ambulatoriyani kirgandan keyin şu yan baş taraf kelgandan keyin şu sol tarafda ambulatoriya. Men u vaqtda şu kech soat 5da kunduzi düjürün adamni men olmanda. Shuning bilan kech soat 5dan keyin manga qoladi jiddiy bo'lim tashqi kasalliklar bo'limi. Andan keyin atdigan soat 8 ishlamda 9 ishlab chiqib atdigan xizmatchilar kelib ishlaymizda. Ham ko'pinchalar balkim anlagan bo'lishinglar mumkin. Bu düjürni tursin uxlaydi deb. Ammo oldidagi bo'libmi bizniki bölümning
hammadan aldirashda bir hesapda. Bizniki kichik bir ishxona bor, ammo u ishxonada o'tirib ancha aram oladigan vaqtlar bor albatta. Ammo ko'zni yumbalaychi deydi, hargiz vaqt yo'q. Ammo shu nimadagi balnistik doktorlar ba'zida uxlaydi, ba'zi jiddiy kasal kelgan chaqda operatsiyaga chiqadi degandek. Shunlashqa shu oldingi safga chiqdim desam bo'ladi. Shu vaqtda shu 6 oydan keyin chiqqandan keyin yana bir cho'ngaroq mendan Uyg'ur doktori bilan bir kun kechmay ishlsam, yana bir kechada u ishlaydi. Yana 3-kuni yana menga keldi-da. Aşnaq ishlash jarayonida kecha bilan kunduz olmish qoldi-da. Kalla ajoyibga ishni qilib hali chidaydi ekan desam bo'ladi. Ammo shu jiddiy bo'lim ishlash jarayonida mening his qilganlarim ham hozir ma'lumotni birinchi qismi deb turay. Keyin yana o'sha qismlarni so'zlayman, kasalliklar to'g'risida so'zlayman deganda. Shu vaqtda bu Xitoyning razilligi, u vaqtda yosh vaqtimiz u cho'qim shunaqa bo'ladi deb o'ylab oldik ekanmizkan deb o'yladim hamda. Ammo shu vaqtda oldingi safda ambulatoriyada ishlaydigan doktorlar, men hozir Xitoyni o'ylayamadim. Hamma Uyg'ur ekanmiz. Masalan, men tashqi kasalliklar jiddiy bo'limida, ichki kasalliklar degan bir doktor bor, Uyg'ur umi, bolalar bo'limida degan birisi bor, Uyg'ur. Andan keyin dorixonada bor, Uyg'ur. Andan keyin pul topshirib oladigan joyda Uyg'ur qizlar ishlaydi. Hatto security ma'u Xitoy bobi odam qo'ymiz, ishga qaraydigan, hatto shundan tortib Uyg'urdida shu vaqtda. Shuni bilan mush yaqinlarda pat o'ylab qo'ymay, shu vaqtdan tortib men burundan tortib qilganda, u vaqtda 25 yosh vaqtlarim bu Xitoy asta-asta bizni shunaqa qilib tikanda deb. Bundaq ishlar balki sizlarning xizmat jarayonlarida ko'p uchragandi. Ham doktorxonada hamda besim haqiqatan bir yaxshi yeri siyosiy o'rganish degan asosan hamda qatnashmadik desak bo'ladi. Nima uchun biz kunda operatsiya qilamiz? Ancha-muncha shu attigina gazetni chiqqan xabarlarni ancha-muncha uqtirishlarni deb qo'ydi. 10 minut, 5 minut, 10 minut atrofida uningga operatsiyasiga chiqib ketamiz. Boshqa idoralarga ko'p anglaymiz-ku, siyosiy o'rganish u bu deb bek ko'p. Ammo bizning kasbchilik bek kuchli bo'lganmi, shunday bo'lgan. Shunlashqa shu o'ylab qolmay shu vaqtda elim yo'tkilib ketibdi ekanman deb, u ko'rib ketgan kasallar kechida shunchalik ko'p hamda shu vaqtda bunda o'ylab baxsam shu soat biz paraz qilib bo'ldik-da shu vaqtda. Soat 10:20 dan keyin Uyg'ur kasallar kelishga boshlaydi. Nima uchun degan chaqda toza restoranlar yangi qurilib, 10:20 da degan restoran taraydigan vaqt urush jidal bo'ladigan vaqt. Har shu 5 yerilgan, qo'li yerilgan, pichoq yegan degandek. Andan keyin soat 1dan oshganda 1:20 da Xitoylar kelishga boshlaydi. Umumjatdan hammasi o'xshash degan kim umumjatdan shuna paraz qilib shu paraz qildan bo'lib ketgan demoqchiman bir hisobda. Andan keyin bu sharoitning nacharligida shu vaqtda bir sestravotdi Xitoy. Bundan desam hayron qilishingiz mumkin. Odatda dokvago biz kasallarning qo'llarini, biriyalarini tangibni qandikin dokini ishiltimiz. Shu tiki bu qo'llarini, boshlarini tikib ishiltib bo'lgandan keyin tashlab o'tgan dokini Xitoy yub, parg'i esib qo'yib, quritib, yana shuni ishiltatdik. Shundaqda sharoit rastkam desam, shunlashqa doktorxona ayni vaqtdagi nimalarni oshkorlab soldim. Shunda bo'lsa sharoitimiz shunchalik nachardi. Shunda bo'lsa shu vaqtlarda hamda xiyolima kelgan ishlar, andan keyin shu Uyg'ur kasallar bilan Xitoy kasallarining qanday ahvoli deganni hamda oldirmay asta-asta so'zlab beray deb o'yladim. Hamda shu menga pek ta'sir qilgani vaqtda men 1995-yillari oqchikidiganlar bek avjab ketgan restoranlar yangi toza taraqqiga vaqtlar. Shunlashqa
Uyghur keseller bolup arak şarap içken keseller haqaç masukasımı doktorxana degan kallis bolsa şu doktorxana şunçilik yuvaş bolup ketadi da. Amma Xitoylar hergiz undaq emas. Şunun bilan bo'lishib shu narkozni urmay tikadigan gap degandek. Şunun bilan ham bu ko'ygan kasallarimni desam bir-birlab desam hamda yizvelib bundan keyin asta-asta qisqa so'zlab beray deb o'yladim. Bugun hamda hozircha şu ciddi bölümdeki işler qatarida umum jihatda bundan keyin ko'ygan kasallar qanday qutuldurdik degandek kasallarning Xitoyning razilligi boy degan o'tgandek bunu demesem öyle bilip bulduk. Şundan bolsa yaş balalar bolupmu hozirgacha shu Xitoy ishini kelayotganlar ko'p. Şunlaşqa mush anlab qalsa azroq olsun payz qalamayotgan deb bu ciddi bölümdeki ishlarni boshladim. Shunamda bundan keyin arlab bu qismni yana so'zlashga tirishaman deb o'ylayman. Buldu hamsa bugun mushunchalik so'zlay. Hammalarniki hozirgi vaqtda ham har vaqtda xayrlik bo'lsin. Xayr xo'sh.